Energiyangizni oshiring, shunda sizni hayotingizda hamma narsa amalga oshadi. Bu gapni hamma gapiradi, to'g'rimi? Lekin o'zi energiya nima? Shuni tushunib olinglar deng. Bizning tanamiz tinimsiz harakatdagi molekulalardan iborat, bilasizlar? Demak, bizning tanamiz doimiy ravishda harakatda juda katta energiyani o'zida saqlaydi. Endi mana shu harakat qilayotgan hamma molekulalar bular o'zidan quvvat chiqaradi. Sizni hissiyot, tuyg'ularingiz ularni harakatiga ta'sir qiladi. Harakat, ya'ni to'lqin bor. Lekin bu harakatni, to'lqinni tebranishi bor, u chastota deyiladi. Energiyani oshishi bu chastotani ko'tarilishi degani. Bizning chastotamiz qancha baland bo'lsa, bizning energiyamiz shuncha baland degani. Endi buni bizning miyamiz bilan shunaqa darajada katta bog'liqligi borki, miyamizda qancha yuqori chastotada vibratsiya qiladigan tuyg'ular, hissiyotlar bilan ishlasa, shuncha o'sha hissiyot tuyg'ularni borliqqa katta tezlikda tarqata oladi. Ya'ni fikrlarimiz borliqqa katta chastotada tarqaladi. Agar past chastotada bo'lsa, fikrlar tarqalmaydi. Auramizda qolib ketadi. Bizga aura deb aytiladi, biz atrofimizga energetik to'lqin bor-ku, ana o'shaning ichida qolib ketadi, o'tan chiqolmaydi. Qancha vibratsiya baland bo'lsa, chastota baland bo'lsa, sizni fikr, his tuyg'ungiz borliqqa shuncha katta tezlikda tarqaydi va sizga kerak bo'lgan insonlarni, vaziyatlarni, siz xohlagan narsalarni sizni hayotingizga shunaqa katta tezlikda qabul qilib beradi, ya'ni tortib oladi. Xo'p, endi chastotamiz baland bo'lishi biz uchun hayotimizda haqiqatda muhim ekan. Endi qanaqa qilib chastotani oshiramiz? Hali aytib o'tganimdek, chastota bizani tuyg'ularga, hissiyotlarga bog'liq. Tuyg'ular bu bizadagi hissiyotlardan qolgan cho'kindilar tanamizdagi. Xafa bo'lgansiz, uzoq vaqt stress o'tdi, sizni xafa qilishdi, stress o'tdi, sizni xafa qilishdi va mana shularning xotirasi tuyg'u sifatida siz tanangizda o'tirib qoldi. Lekin siz o'sha vaqtda xafa bo'lganingizda, qattiq his qilganingizda hissiyot his qildingiz. Tushunasizmi? Endi bizni tuyg'ular bor, tanadagi xotiralar va hissiyotlar bor, tashqaridan bo'lgan vaziyatlarda tez his qiladigan hissiyotlarimiz. Umuman mana shu hissiyotlar, tuyg'ular, bizni fikrlarimiz hammasi bir-biriga bog'liq, bizni chastotamizni, bizning vibratsiyamizdan hosil qiladi. Endi agar biza doimiy ravishda stressda yashasak, doimiy ravishda stressdan keyin qolgan xotiralar, tuyg'ularni his qilsak, doimiy ravishda mana shu xafagarchilik, kechira olmaslik, alamzadalik tuyg'ularni o'zimizni his qilib yursak, depressiya, apatiya, tushkunlik, hech narsa xohlamaslik, dangasalik holatida yashaymiz. Bizni mana shu past chastotali tuyg'ularimiz bular energiyamizni tushiruvchi tuyg'ular. Energiyamizni mashq holatda, ya'ni chastota tushib, vibratsiya tushib, sizda mana shu hissiyotlar dominant bo'lib qolgan tanada doimiy dominant. Tana mashqda kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Xafa bo'lish, siqilishda kimyoviy reaksiya yuz beradi. Tana shunga moslashib qoladi. Keyin tana mana shu chastota mana yashaydi. Vibratsiyaga moslashib yashaydi shu chastotaga. Keyin tana mana shuni meniki, men mana shunda yashashim kerak ekanini moslashib oldimi? Shu tuyg'uni bermasangiz, quvonchga o'tmoqchi bo'lsangiz, kortizolga o'rganib qolganda endi o'sha siz unga dopamin bermoqchisiz. Quvonch beraman desangiz, tana xohlamaydi. Tana moslashib bo'lgan past chastotaga, quvvat, energiya pastligiga va energiya past chastotada aytadiki, "Yo'q, menga o'sha xafagarchilikni berdi", miyaga signal jo'natadi. O'zi qiladi tana. Tanani o'zining aqli bor, miyani o'zining aqli bor, sizga bo'ysunmaydi. Siz o'tda qayerdadir yuribsiz, o'zingizni tanimagan uchun genetik trans deydi buni. Yuraverasiz avtomatlashib, boshqara olmay. Keyin miya eski xotiralarni eslab beradi, tana yana o'sha anaqani his qiladi, tuyg'ular, cho'kindilar bor tanada his qiladi, yana kimyoviy reaksiya yuz beradi. Bu uning uchun yashash bo'ldi. Mana shu past quvvatli chastotaga moslashib qolgan. Bizlarning hamma past chastotali quvvatlarimiz, hissiyotlarimiz, tuyg'ularimiz nima bular? Birinchisi qo'rquv, xafa bo'lish, siqilish, kechira olmaslik, alamzada bo'lish, nafratlanish, g'azablanish, xavotir, qahr, g'azabga kirib ketib kim bilandir urushish, urusha olmasdan ichiga yutish, tushunasizmi? Hammasi mana shular past chastotali quvvatlar. Hayotdan zavqlanish,
bitta gulni ko'rib, voy men bu gul chiroyli ekan desangiz ham sizda chastota ko'tarilib ketadi. Shu hissiyot yuqori chastotatli hissiyot hisoblanadi. Yoki bir odamni yaxshi ko'ring, turmush o'rtog'ingizni seving, o'g'lingizni, qizingizni seving, quchoqlang, nevarangizni quchoqlab asalim deb o'ping, bo'ldi. U dopamin, bo'ldi, sizda quvonch paydo bo'ladi, energiya ko'tariladi. Sizni tanangiz nimaga o'rganib olgan bo'lsa, shunda yashaydi. Siz unga yangi informatsiyani majburlab kiritasiz, o'zini ustida ishlash shu degani. Endi mana shu energiyangiz oshganda, chastotangiz ko'tarilib, yaxshi hissiyotlarga o'tishga boshlaganingizda, sizning miyangiz boshqacha ishlaydi. Endi u yuqori vibratsiyali fikrlarni borliqqa bera boshlaydi. Natijada siz istagan narsalar sizni hayotingizga kirishga boshlaydi. Hayotingizga masalan nimadir orzu qilyapsiz, qachondan beri erisha olmayapsiz, o'sha narsaga tez erishasiz. Nimani qayerdir borgingiz kelyapti, bora olmayotsangiz, yo'lingiz ochiladi, borasiz. Kim bilandir uchrashmoqchi edingiz, o'sha odam kirib keladi. Davom etamiz. Qarang, ishingiz yurisha boshlaydi, pul kela boshlaydi, turmushga chiqa olmayotgan ayol qizlar turmushga chiqa boshlaydi. Farzand ko'ra olmayotganlar farzand ko'radi. Farzandlari ko'p kasal bo'layotganlarni farzandi kasal bo'lmay qoladi. Mana hayotni mazasi qayerda? Mana nima uchun bizga kerak quvonchda yashash? Mana energiya qanaqa qilib ko'tariladi? Yuqori energiya yaxshi hayot, yuqori energiya pul, boylik, sog'lik, xursandchilik, hamma narsa. Endi yuqori energiyaga o'zidan o'zi chiqib bo'lmaydi. Sizni tanangiz past quvvatga o'rganib olgan bo'lsa, yo'l bermaydi. Sizni majburlaydi, ya'ni o'sha past quvvatni his qilishga. Esingizga sovuradi, qachondir eringiz sizni urishgani, urgani, so'kkani, yana alam qiladi. Qaynanangiz sizga yomon gap gapirgani, yana alam qiladi. Voy 30 yil, 40 yil, 50 yil oldingi narsalarni ko'lab topib, gapirib, o'shalarni his qilib, yana energiyangizni tushirib o'tirasiz. Xullas, nima qilamiz? Xullas, energiyangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, o'tmishni unutamiz. O'tmishdagi hamma narsa o'tib ketdi, bo'ldi, qaytmaydi ular. Sizga qaytib hayotingizga kirmaydi, ishoning. Bo'ldi, o'tmishda qolib ketdi. Shunga ishoninglar, o'tmish bu. Kelajakdan qo'rqishni ham to'xtatamiz. Bilmaymiz hali rostdan ham urush bo'ladimi? Masalan, rostdan ham yer qimirlaydimi? Yoki rostdan ham eringiz ajrashib ketadimi? Rostdan ham sizni ishdan haydab yuborishadimi? Yoki rostdan ham qaynanangiz sizni qo'ydirib yuboradimi? Va hokazo, hamma qo'rquvlaringiz bo'ldi. U kelajak amalga oshish, oshmasligi sizni hozirgi sostoyaningizga bog'liq. Uni qo'yib yuboramiz, kelajakni ham. Hozirda shu yerda quvonchda yashashni o'rganamiz. Hozirda bahor, daraxtlar gullab yotibdi. Osmonda voy, bulutlar bir ham chiroyli ekan bugun. Osmonga qarab olmasa boshqacha-ya. Bir ham yoqimli quyosh bulutlarning orasidan sekin mo'ralayapti. Rosa chiroyli. Arilar uchyapti g'ing'illab. Asalarlar gullagan daraxtlarning guliga kelgan. Yerdan o'sib yotgan gullamoqchi bo'layotgan atirgullar tomosha qilamiz. G'ing'illab uchib yurgan arilarni sevamiz. Gullab yotgan gullarni sevamiz, chiroyli gullar. Borib erinmasdan baylarni ushlaymiz, daraxtni, gullarni ushlaymiz, hillab ko'ramiz ochilgan gullarni. Ko'rmasmi? Bo'ldi hozirda. Mazza-de hayot. Tinchligini qarab, u uchib turmayapti, boshqa yo'liga o'xshab. Mazza-de hayot, mazza. Kechasi tinch xotirjam uxladik, mazza uxlab turdik. Hozir rosa tinch hayotda mazza qilib yashayapmiz. Ro'zg'or butun, hamma narsa bor, yegingiz kelgani bor. Qo'lingizda pulingiz bor, magazinga chiqasiz, xohlagan narsangizni sotib olasiz. Nima ovqat degan problema yo'q bizda, yo'q, biz Afrikada emasmiz. Mazza. Xohlagan kiyimingizni kiyish, shuni chiqarib olsangiz, nechta kiyim xohlagan tanlab kiyasiz. Mayli, qachondir $100, $200 olamagan bo'lsangiz, uni ham olasiz. Qachondir xayolingizda o'ylab yurgan ko'ylagingizni tasavvur qiling kiyganda, uni ham kiyasiz. Ya'ni brilliantni qachondir olmoqchi bo'lganingiz, uni ham olasiz, bo'ladi. Hozir boriga shukr qilamiz, to'g'rimi? Agar sizni uyingiz ko'yingizga yoqmayotgan bo'lsa, bundan yaxshirog'iga ham ega bo'lasiz. Mashinangiz ko'yingizga yoqmagan bo'lsa, bundan yaxshirog'ini ham minasiz. Hozir boriga shukr qilaylik. Boriga. Bor-ku, uyimiz bor, mashinamiz bor deyin. Mayli, eski bo'lsa ham deyin, tushunasizmi? Kvartirada o'tiribsizmi? Nima bo'pti? Boru boshpana. Kvartirani pul to'lashga pul kelib turibdi. Xudo xolisa yana keladi. Qarzdan chiqib ketaman. Qarzingiz bormi? Voy, unga ham xafa bo'lmang. Nima qildi qarz bo'lsa? Qarz bu sizni kelajakka to'lab qo'ygan.
pullaringiz, demak kelajakda ozgina ovozsiz, siz hech narsa qilmaydi, ozgina harakat qilasiz chiqib ketadi. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Qarzdan chiqib millioner bo'lib ketarsiz balkim. Davaydi hozir hamma narsani unutib, hozir chuqur nafas olib, hayotning go'zalliklarini his qilib, maza qilib yashaylik. Tushunasizmi? Mana dopamin. Mana shukur. Allohga shukur. Oyoq, qo'l butun, quloq, ko'z ko'ryapti, eshityapti, maza. Hayotning lazzatini his qilamiz, hid bilib turamiz. Xushbo'y gullarning hidini bilib turamiz, maza. Dindi, всё, xursand bo'ling, hayotdan zavqlaning. Mana hozirda shu yerda yashash, shukur qilish, maza qilish shu bo'ladi. Har doim shunaqa qilishga, o'zingizni shu holatda ushlab turishga harakat qiling. Mana shu ko'tarinki holatingizni, shukrona holatingizni yo'qotib qo'ymang. Doim shuni ushlab turing. Yana bitta muhim narsani aytaman. Bizani Alloh bilan bog'lanishimiz rosa katta quvvat undan olishimiz degani. Bu degani ich-ichingizdan qalban Allohga shukr qilib, Allohim, men sendan minnatdorman. Inson qilib yaratganingga minnatdorman. Shu hayotni berib qo'yganingga, shunday tinch O'zbekistonda tug'ilish baxtini nasib etganingga minnatdorman. Tushunasizmi? Mashlarni gapirib his qilsanglar-chi? Voy, bo'ldi уже, всё, уже dopamin bo'ldi, уже o'sha quvvat shunaqa ko'tarilib ketadi. Alloh bilan bog'langaningizda boshqacha quvvat kela boshlaydi. Shu quvvatni ushlab qolish kerak. Mana shu Xudoni esladingiz-a, shukr qildingiz-a unga, minnatdorchilik bildirdingiz-a, arshga yetdi sizning energiyangiz. Tushunasizmi? Arshgacha boradi sizning quvvatingiz. Ana o'sha olib turgan quvvatni uzilib qolmasligi uchun shu sostoyaniyani ushlab qoling. Har doim yuragingizni bir chekkasida qatga diqqatingizni bermang. Qatga nimaga diqqatingizni bermang, yuragingizni bir chekkasida o'sha Allohni sog'inch tursin. Ey Allohim, beparda jamolingni ko'rish nasib qilsin debchi, bir chekkasida o'sha tuyg'u tursin. Shu sizga doim quvvat berib turadi. Sizning energiyangiz oshib ketaveradi. Katta quvvatli yashaysiz o'shanda. Allohni sevishni o'rganing. Allohni sevgan bandalar hammasi avliyo bo'lgan. Payg'ambarlar o'zi shuni ham sevishgan. Shu Allohni ishqini, o'sha butun she'rlarda, g'azallarda yozilgan ishqini his qilishni boshlang. Ana o'sha eng katta, eng buyuk quvvat.